Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıda biz hayz münasebetlik mezmunlar hakkında to'xtalayotgan Ramazan münasebeti bilan bu ders biraz 12 hafta bo'ldi, taxminan to'xtab qoldi. Bugun qaytadan darsimizni to'liqlab davom etamiz. İmam Bukhari rahmetullahi alayh bugun hayz münasebetlik mezmunlar hakkında to'xtalib, ayol kishi hayzdan yuyinmoqchi bo'lgan vaqtida xushpuroq narsalarni ishlasa bo'lamdi, bo'lmamdi, buning hukmi qandoq degan mazmunlar haqida to'xtalmoqchi. Imom Buxoriyning ko'z qarashi bo'yicha hayzdor ayol hayzdan pok bo'lgan vaqtida yuyinmoqchi bo'lsa, yuyinib bo'lib yoki xushpuroq atira narsalarni ishlasa bo'ldi degan qarashni yoqlamoqchi. Chunki mushu Imom Buxoriy o'zining ko'z qarashini yoqlaydigan bir hadisni bu yerda mazmun sifatida sungan. Bu 313 numaralı hadis İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bizga Abdullah ibn Abdul Vahhab degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu İmam Buxoriyning buyuk ustozlaridan bu kitobul ilmda tarjimali o'tgan. Bu kishi deydi hamda bizga Hammad ibn Zayd hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Bu kishining tarjimali kitobul iymonda o'tib bo'lgan. Bu zaten Ayyub as-Sakhtiyani degan kishi bu kishining tarjimali o'tgan orliqda. Ayyub degan kishi Habsadin deydi. Habsadin. Bu Habsa İbn Sirin'ninki kızı. Bu kişininki tercümalımı, bu ayolun tercümalımı ötken dağınık muhaddislerden. Hani miyade Abu Abdullah İmam Bukhari rahmetullahi aleyh dedi. Hişam İbn Hassan Habsedin dedi. Ya ki Eyyub Habsedin ve ya ki Hişam İbn Hassan Habsedin. İşkilisi bir yerde Hişam olsun ya ki Eyyub olsun dağınık muhaddislerden. Bulanınki tercümalı başta umumen ötüp boğan kişiler. Birak ma hadise İmam Bukhari rahmetullahi aleyh Muşu iki ustazının yani Hammad degan kişinin ustazidan bu yerda azroq shak qilyapti. Hammadning yoki Ayyub degan ustozidan rivoyat qilingan va yoki Hisham ibn Hassan degan ustozidan rivoyat qilingan. Endi bu Hisham ibn Hassan nomi bilan o'zini aytdi, basirlik, ishonchlik, hadislarni aytdi, solih, yaxshi degandek, chatoq yo'q degandek baholarga berilgan. Hatto bir qism ulamolar Hisham Mashriqdagi eng katta ulamo deb sifatlangan. O'zini aytib ko'p hadis rivoyat qilgan, ishonchlik, Xudoga aytib yig'lab turadigan, turmushlarini aytib g'urgul, bak oddiy sodda, obid yashagan odam bu. Hamda bu kishi Habsa Ibn Sirinning qizi, Ibn Sirin donglik Tushtabir nomli kitobning avtori shu kishiningki qizi bo'ladi hamda. Bu tabiin ayol ekan. Bu tabiin ayol Ummu Atiyya radhiyallohu anha rivoyat qiladi. Ummu Atiyya Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning zamonasiga ait doniq sahobalardan ismi Nusayba nomi bilan mashhur. Doniq buna ait mujohid, jangovar, qahramon, botir ayollarning biri. Endi bu ayol tarjimal boshda o'tgan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib, bu ayol shunday deydi. Biz deydi. Bu ayol o'z davatida bir meyit 3 günden artıq qarliq tutishdan biz cheklanatdik deydi. Masalan, dadisi, akisi, enisi, balisi degandek tuqoldir o'lib ketsa 3 günden artıq qarliq tutmaydik deydi. Bu yerdagi nuhid degan iboratni keltirgan. Bu asli ma'nosi cheklanish degan bo'ldi. Bu yerdagi qarliqning ma'nosi xushpuroq, atira, zinat kiyimlarini kiymaslik masalan. Ammo shu narsalardan cheklangan vaqtida hatto bir qism ulamolar kulik chaqchaqdimi cheklagan qarliq tutgan ayollarni. Shunlashqa 3 kundan ortiq qarliq tutishdan biz cheklangan deydi. Biroq bir ayolning eri o'lib ketibdi, u vaqtida cho'qim 4 oy 10 kun qarliq tutdi deydi. Buningki shar'iy hikmat nuqtasidan va shundaqla tibobat nuqtasidanmi önümün ait zor İslami şer'i tüzüm bu. Onundan başka deydi. Biz sürmü tatmaydık, xushpuroq narsa ishlatmaydik deydi. Boyalgan sırık rangli kiyimlarni kiymeydik. Rangli kiyimlar hamda zibizinat bir güzellik tuyg'usi bakrak ortiq kiyimlarning birida. Lekin asbi deydigan bir kiyim bor. Asbi degan kiyimni kiysak bo'ldi. Asbi degan Yamandagi bir to'qilgan kiyim bo'lib, ayni vaqtida jonlarni, masalan, ya paxtalarni bu itib, rangda bo'yolib, uni yog'i to'qiydi ekanda, mush asbi degan kiyimni. Shunlashqa mushta kiyimlarni kiysak bo'ladi degan.
Endi bu yerda asb degan kiyimni Enver Shah Kashmiri rahmatullohi alayh bu nemishqa bu kiyimga bundaq bir ruxsat qilgan bo'g'it deb to'liq o'ylasam, bu arablarning ichida ayni vaqtida nihoyatda keng umumlashgan kiyimken deydi. Undaqda keng umumlashgan kiyim odamning belki diqqatini tortib ketmaydi. Bu zinat kiyim bo'lmaydi undaqda. Hem shundaqla bir qism ulamolar bu kiyimni shu davrning bahosi bo'yicha nihoyat qimmat kiyim deb qaragan. Pul bahosi nihoyat qimmat shu davrniki shart sharoiti bo'yicha deb aytgan vaqtida. Biroq deydi Enver Shah Kashmiri hamda bu qorliq tutgan ayollar bu kiyimni kiyish ruxsat qilingan. Sababi deydi. Öz vaqtida ayollarning shu davrdagi arablarniki asosan o'rtaq kiyimi. Agar bu kiyimni kiymanglar degan vaqtida kiyim-kechak raq bu nihoyatda oz shu arab diyarlarda undaqda bularning turmushiga ta'sir etadi. Shunglashqa mush kiyimni kiyish ruxsat qilingan bo'lishi mumkin deb qaragan. Bu davrning o'xshamasligiga qarata berilgan yakun deb bu qarashni yaqlagan. Chunki bu asbi kiyimni bir qism ulamolar bu zinat kiyimlari qatorida qaragan. Chunki bu kiyim shu davrdagi za'faron bilan sariq ranglarda bo'ygan kiyimlarga nisbatan elbette vaqtda nihoyat juloliq, nihoyat go'zal, ko'rkam bir kiyim ekan. Nemishqa bu kiyimning bu qorliq tutgan ayollarga durust bo'lib qolganligidan bilmayman, hayronman deganda ulamolar. Cümleden Enver Shah Kashmiri. Belki Enver Shah Kashmiri mush gapni deb bo'lib, oxirdagi mush qarashni yaqlagan u bo'lsa-mu, o'z vaqtida arablar orasida keng umumlashgan kiyim bo'lg'achqa, iste'molda asosliq birinchi o'rinda turgan kiyim bo'lg'achqa, masalan, shunga kishilarning turmushiga qiyinchilik bo'lmasin deb zamon va makon sharoiti bo'yicha cheklanmagan bo'lishi mumkin degan illatni bayon qilib o'tgan. Vallohu a'lam. Alloh taolo bu kishiga rahmat qilsin. Xo'sh, demak, mushu asb degan kiyimga ruxsat qilingan ayni vaqtida. Bizga deydi bu ayol ruxsat qilindi deydi. Hayzdan pok bo'lgan vaqtimizda yuyinmoqchi bo'lsa, shu hayz pok bo'lgan vaqtida bir ayol. Birer parcha yenigroq, birer parcha kusti azbar ruxsat qilindi. Bu kusti azbar degan bu shu nimeniki Hindistondan chiqilgan bir xil o't. Miski amberga o'xshaydigan ma bir o't qalab, o'tning ustiga azroq bir timoqdagidek tashlab qo'ysak, buningdan nihoyat xushpuroq narsa chiqadi. Bizning vatanda mesela ağaç deymiz-ku, ağaç darxi vaqti. Ağaç darxini o'chtab, uni o't qalab qo'ysa, nihoyat mizlik buraydi. Ma o't bo'lsa, o'zilik qo'zoqlarga o'xshaydigan qo'zoqliq bir yog'och bu. Hindistondan chiqadi. Ayni vaqtida bu mushu Yemenlarda ko'p buniki savdosi tijarati davomlashgan. Jahiliyatda va jahiliyatdan burun va islomiyatning kelajak bosqichlarida. Ama kusti azpar degan shumush. Azparning yoki ziparining xush ambarlari degan bo'ldi. Yoki o'tlari degan bo'ldi. Ba'zan debto bu yerda azpar degan, zipar degan asli Yamanning bir shahri, bir kanit yezning ismi degan. Bir qism ulamolar yo'q. Azpar degan bu yerda bir tirnoqchilik deb mundaq tushuncha bergan. Chunki ayni vaqtidagi bu o'tlar tirnoqdak qilib ko'mzak qilindiganda, ko'mzak qilib o't shundoq tashlab qo'yilgan. Arablarningki hayotida shu xush ambar atirdan azaldan tortib bo'la ayrilmaydi. Hozir qadar eng yaxshi atirlarni shundoq qilib o't ambarlarni ishlatadi bular. Bu ayol ya'ni shundoqla agashmi qilib biz deydi ayollar jinoz namoziga agishishdan cheklanadi deydi. Erlar bilan tang jinozdan oqsin tuproq qo'yishga qabristonlik birishdan cheklanadi degan. Endi Imom Buxoriy bu yerda qo'shimcha qilib bundoq deydi. Bu hadisni Hisham ibn Hafsadan Ummu Atiyyadan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan deb qo'shib qo'ygan. Undaqda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhiniki ko'z qarshida Hisham ibn Hassanniki buni rivoyat qilganligi aniq ekan. Ammo Ayyubda sal azroq shart qilgan bo'lishi mumkin. Boshqa rivoyat bo'yicha. Hamda islom dini o'zining shu musulmonlarniki umumiy har qanday shu turmush masalalariga nayt inchiklik bilan muomala qilib kelgan. Buning har bir insonniki shu hayotga munosabatlik bo'lsin yoki mamotga munosabatlik bo'lsin yoki ijtimoiy
gündelik mesela turmuş ritmiga münasebetlik bo'lsin, har biriga ayrim bu yerda hukm belgilangan. Yani demak, islom dini nihoyatda prinsipal, uning ustiga bir xil rad tartiblik, nishonliq, g'oyalik bir din deyishki bo'ldi bu yerda. Yani birisi bu yerda erga dedi. Mayli bu er bilan nikah bo'lgandan keyin bir uyda bo'lsin yoki bir uyda yashamagan bo'lsin, zaten nikah qilinganlar bo'lsa, bu ayol cho'qim 4 oy 10 kun iddat tutadi. Bu 4 oy 10 kun iddat tutish jarayonida qilmaydigan, qilish cheklangan bir qism avvallar boshda bayon qilinib o'tildi. Surum tortmaydi, o'xshoq narsa ishlatmaydi va kaza degan o'xshash. Lekin oxirida bu yerda qayd qilib hamda hayzlar ayollar masalan bunda xushbiroq narsalarni ishlatsa bo'ladi dedi. Nimishqa degan vaqtida, chunki ayol kishi hayz odat ko'rgan vaqtida yoki nifas bo'lgan vaqtida buningda bir xil sesiq bir puroqlar bo'lish tabiiy. Chunki bu qonli holatlar bo'lgan ekan. Buni yo'qotish, bu yerdagi sesiq puroqlarni yo'qotish, muhitni texmi yaxshilash asosida, sesiq puroqlarni yo'qotish asosida bu yo'l qo'yilgan. Demek bu oildagi avvallar, yani sirtda yana chechib chiqish bo'lmaydi. Lekin bu oilaga munosabatli ishlar. Bugungi darsimiz mushakchi bo'lgan. Sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.